Xolamga erimda homiladorman dedim. Endi men uni ortidan enagiga o'xshab yuramanmi? Hozir shunda bu bolani tug'ib berib yuborasizmi? Boshqa ilojim yo'q. Kenayim homilador ekanlar. Sizni xabaringiz bormidi? Homilador ekanmi? Qarang. O'g'il ekan. Mana bu birinchi rasmi. Seni bola tug'ilgandan keyin bermasa-chi deyapti. Demak, ular men bilan o'ynashishyapti. Yaxshi. Kenayimga javob berib bo'lishibdi. Lola pankga ketayotgan ekanlar. O'sha yerga borib ko'rib kela qolamizmi? Yo'q, men bormayman Lola panikiga. Nega? Bilmayman, ular menga g'alati qaraydilar. Xuddi yomon ayolga qaragandek qaraydilar. Men ularning qarashlaridan qo'rqaman. Meni hatto eshitmadilar ham, ishonmadilar ham ishdan haydaganda. Bo'pti, unda men ham bormayman. Lekin boraman deb qo'yuvdim-de. Undan ko'ra tinchgina qaynonamga boraman degan narsalarimni olib kelib olaman. Shunaqa qila qolaman. Assalomu alaykum, Asal xola. Voy, asalam. Yaxshimisiz? Ay, opa orqasini ushamang, orqasi kuygan. G'alati bo'ldingmi? Kechirasan o'g'lim. Bilmay qoldim-de. Nima qildi? Kim qoldi? Men ustiga kofeda ko'rdim. Voy. Yugurib kelib qoldi-de. Nima qilib yotibsan? Turib o'tir, ko'p-katta odam turibdi yoningda. Bezbetga o'xshab yotishingni qara. Qani, yomon kuydimi? Yo'q, hozir O'rmayaptimi? Voy, assalam. Sen o'zi shunaqa zo'r bo'lasan-de. O'g'il bolalarda shunaqa o'rmaydi. Ke. Qo'rqib ketdim to'g'risi. Yaxshi bo'lib qoldi. Voy. Bo'pti bo'lmasa, sizlar yaxshi o'tiringlar, men borib kela qolay. Kunni kech qilmasdan. Bo'pti, assalam, yaxshi o'tiring. Xo'p, gaplashamiz. Mayli, yaxshi boring. O't bolam. Aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Tuzimsan? Sonlaring yaxshimi? Rahmat. O'tir. Nega bu yoqqa chiqib oldingiz? Miyam achib ketdi. Hisob-kitobdan. Ish. Nega kayfiyating yo'q? Mana buni qarang. Nima bo'pti? Nima qilibdi endi? Bolnitsada ikkalasi. Bilaman, ikkalovi bolnitsadaligini, aka. Lekin bu qishloqqa ketdim degandi. Telefon ko'tarmayapti. Erimga qarashini qarang buni. Ko'ryapsizmi? Yaqinlashtirib ochib qarang mana. Ko'zini qarang buni. Ey singlim. Bolnitsada ekan bu, aka. Menga rasm jo'natib, "Men bu eringmi, boshqa xotini bormi?" deb so'rashyapti. Nimaga men bilmayman buni bolnitsadaligini? Erim seni sog'indim deb keldi. Demak, bu men kasalman deb erimni aldab chaqirib olganmi? Ha, menga qishloqdaman deb aldagan. Siz maqtudingiz bu qizni. Lekin seni men senga qamalib chiqqanini ham aytganman, to'g'rimi? Endi u ayolning ichiga kirib chiqibmanmi? Balki seni o'ylayotgan narsa emasdir. Yaxshi gumon qilib ko'r. Aka. 15 yil ichida erim O'zbekistonga necha marta kelgan? Hamma ishni sizga topshirib qo'ygan edi. To'g'ri. Yaqinda ketdi o'zi. Yana ketdi. Seni sog'indim deb. Sog'ingandir-da seni. Yo'q.
Bu yoqda aniq boshqa gap bor. Singlisi-ku. Yo'q, men sezyapman. Singlisi bilan qanaqa qilib yuradi? O'zini родной singlisi emas-ku, aka. Xolasini qizi. Xolavachilar bir-birini sevishi mumkin-ku. Bu ham to'g'ri. Lekin ering bilan bir suhbat qilgin. Yana noto'g'ri gumonga borib, tuhmat qilib, xafa qilib qo'ymagan. Erim tan olmaydi. Men uni yaxshi bilaman. Men seni sevaman, sendan boshqa hech kim kerak emas, deb aytadi. Mengachi proslушка top bering, aka. Esing joyidami seni? Endi shu qoluvdi. Endi poylab yurasanmi? Endi shu nom qoluvdi. Krisali qilib yurishing qoluvdi, singlim. Undan ko'ra chaqirib yo'q bu yoqqa. O'tiringlar, gaplashinglar. Gaplashib ko'r, ering, o'zing bilasan-ku xarakterini. Agar Daryo meni bolamni ko'tarib yurmaganida, borib sochini bittalab yulardim. Endi senga shu obro' yarashadimi? Qo'ysangchi, o'zingni Daryo bilan qamalib chiqqan qiz bilan tenglashtiryapsanmi? Sen go'zalsan. Sen meni singlimsan. Bizning otamiz kim bo'lgan go'zal? Nima bo'layapti senga? Mabodo ering yurganda ham sen og'irroq bo'lgan. Uni ketidan yig'lab, janjal qilib, erimni olib qolaman deb o'ylamagan. Ketadigan er ketadi baribir. Aka, qo'rqitmang. Endi orzularim amalga oshadi deganimda erim ketadimi? Ketmaydi. Nima, men o'zim erimga xotin topib berdimmi? Yo'q, ey. Bo'lmagan narsani o'ylamagan. Mana, qilyaptilar. Gaplash, chiroyli gaplash. Yig'lama. Alo. Go'zalim, Eshitaman. qattasiz? Tinchlikmi? Akam yoniga kelgandim. Meni qornim ochgan edi. Sen bilan ovqatlangim kelyotdi. Kelasanmi? Qayerga boring? Shu mahalladagi restoran bor-ku. Xo'p, hozir boraman. Kutaman. Endi men bilan ovqatlangani bor ekanlar. Mana imkoniyat borganda gaplashgin. Borini aytgin. Ochiq-oydin gaplashaver. Yo'q. Men shunaqa tuzoq qo'yaman. Ikkalovini oyog'idan osaman, ko'rasiz. Ey. Agar meni gumonim to'g'ri chiqsa, men tirik qo'ymayman bu qizni. Go'zal, bu ishing senga yarasharmikan? Bo'pti aka, yana gaplasharmiz. Er bermoq, jon bermoq, aka. Yana gaplashamiz. Mayli, borib gaplash. Xo'p, aka. Menga telefon qilib aytib qo'ygin, xavotir olib o'tirmay, xo'p? Singlima. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bu juvonim meni. Oyi, keldingizmi? Keldik mana. Asal qizim. Sog'inib ketdim-ku sizni. Assalomu Men ham alaykum. seni sog'indim. Yaxshimisiz, Voy, opa? qalaysan? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshimisan? Kel qizim. Aka qani? Uxlayaptilar. Ha. Kir qizim. Oyi, qarang, meni kalavatim bor. Endi buvimkida kelib qolsam bo'ladi. Yaxshi-ku. Ketamizmi? Kel.
Daryo, duo qilaylik. Ilohi omin. Hech qachon kasal bo'lmagin. Bolalaring rohatini rohatda ko'rib yurgin. Mana shu ko'rgan kechirganlaring oxirgisi bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Qizim, yaxshi o'tiribsanmi? Zerikib qolmadinglarmi? Yo'q. Nigina qani? Voy, o'qishdan telefon qilib chaqirishdi oyi. Shunga tashab keldim. MBsi bor ekan. Kelib qoladi hozir. Ha, yaxshi mayli. Xolam, biz ketursak bo'lardi. Qayoqqa ketasan? Boya ham aytdim senga, shu yerda turur. Tur, o'tirma. Bor, opangga choy tayyorla o'g'lim. Xo'p. Bu qanaqa tayinlaydi, xola? Voy, xotini shunaqa o'rgatib qo'ygan. Ertalab xotiniga zavtrkam qilib beradi. Ja, romantichniy mani o'g'lim. Men qarash boraman buva akamga. Bora qoq qizim, voy aylanib ketay. Qizing ham katta bo'lib qoldi, qizim. Yaqinda tug'ilgandi. Kichkinagina edi. Oyi? Oyi, assalomu alaykum. Voy, meni o'g'lim keldi. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Boshqa kasal bo'lmang, oyi. Xo'p. Iltimos. Sog'inib ketdim sizni. Ketamizmi? Ketishga buviga qo'ymayaptilar. Mana shu yerda qolinglar deyaptilar. Voy, ketinglar, siqilib ketdim. Bo'lmasa uchastka oling. Xo'p, olamiz uchastka ham o'g'lim. Sizlar uchun uchastka ham olamiz nasib bo'lsa. Qani yuringlar. Choy ichamiz. Oyingni qorni och. Yuringlar. Ketdik. To'polon qilmayapsanmi? Go'zalim, keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Yaxshi keldim, rahmat. Qayoqlarga bordingiz? Ishlarim bilan yuruvdim. Nima ishlaringiz bor edi? Qancha joyi tekshirishim kerak. O'zing bilasan-ku. Himchiskalar bor, o'quv markaz, sex. Bunda o'ylab qarasam, sen bilan anchadan beri ovqatlamagan ekanmiz. Yo'q. Sog'indingizmi meni? Nima bo'ldi senga? Nimaga kayfiyating yo'q? Bilmadim. Kun ta'sir qilyapti shekilli. Kun yaxshi-ku. Issiq juda. Yondiryapti. Sen yayo yurmasang, tegingda mashinang bo'lsa, o'sha muzdek havoyi ham yondiryapti. mana bu muzdekkina aysi ichib olgin. Shirin-ku. Ichmayman. Kayfiyatingni ko'taradi-da. Bo'pti, nima ovqat etamiz? Senga nima yoqsa o'shani yeymiz. Nima yeysan? Yana shu joyga keldikmi? Xohlasang boshqa joyga boramiz. Shart emas. Bu yerda go'sht senga yoqardi-yu. Nimaga siz bunaqa gaplashyapsiz? Qanaqa gaplashyapman? Bilmadim. G'alatisiz. Erkaklar biror ishni qilib berkitganda shunaqa gaplashadi. Sen erkaklar qanaqa gaplashishini qayerdan bilasan? Qaysi erkak bilan ko'rishib yuribsan? Menmi? Balki siz ko'rishib yurgandirsiz. Aytayotgan gapingdan kelib chiqib, so'rayapman.
Bekor chaqirimman, a? Kayfiyating yo'q ekan, ko'rgin ham kelmayotgan ekan. Istanbulga qaytib ketamanmi deb turibman. Men ham ketaman. Sen ketsang Daryo nima bo'ladi? Nima bo'lsa bo'versin. Yo'q, Baribir bolam beradi-ku, to'g'rimi? Bermasa qamaladi. Go'zalim, kel urushmaylik. O'zi 2-3 kunga seni deb keldim. Aniq men uchunmi? Faqat sen uchun. Qaror aslasizlarmi? Oyi. Yaxshiyam hayotimizda siz borsiz. Men sizni yaxshi ko'raman. Chiroyligimsiz. Men ham sizni yaxshi ko'raman, oyi. Yaxshiyam sizlar meni hayotimda borsizlar. Daryo. Men ishga ketyapman, qizim. Ishga bormasam bo'lmaydi. O'zi yo'qni, ko'zi yo'q, bilasan. Bir xabar olaman, kelaman. Sizlar bemalol dam olib o'tiraveringlar, xo'p qizim? Xola. Menga javob bering, keta qolay. Men sen qizi tushunmadim. Yana ketaman deyapsanmi? U ming akin, xolangni o'g'li bo'lsa ham begona. Tushunmaysanmi shu narsani? Tushunaman. Biz juda ham yaqin bo'lib ketdik. Go'zal opa ham, kenayim. Bolalarga o'rganib qolgan, chaqirib qo'ymayapti. Qolaversa, hovli katta. Istanbulga ketishsa, biz uyligiga qarab turishimiz kerak. Yana kelamiz siz oldingizga. Maylimi? Mayli. Nimayam deyman. Ehtiyot bo'lgin. Pul beraymi? Rahmat, bor. Rostdan bormi? Bor. Anig'i? Bo'pti. Men ketdim unda. Yaxshi etib oling. Bo'pti bolalar, xayrlashinglar. Xayr buva. Mayli. Xo'p. Qani yuringlar, narsalaringlarni yig'inglar, ketamiz. Izzat? 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 Bola? Bu nima ahvol? Bu nima yotish? Nega yerda yotibsan, xonaga kirib yotmasdan? Shu yer muzdaydi, oyi. Nima bo'ldi? Menga qara, tushganmisan? Boshini ushlayapsan? Kecha ozgina ichuvdim. Nega ichding? Nega hech qilmagan ishingni qilding, bolam? Nega bunday qilding? Tinchlikmi o'zi? Charchadim, oyi. Hamma narsadan charchadim. Anu, Madina necha kundan beri yo'q ekan. Na o'ligi, na tirigi yo'q. Tinmay meni bezovta qilishyapti. Rodidan telefon qilishyapti. O'sha yerga meni chaqirishyapti. Menga qara. U qiz chetga qochib ketgan bo'lsa kerak. Shuning uchun yerda ham ko'kda ham yo'q. Xo'p. Ona chetga qochsa, aeroportdan dannilari chiqadi-ku. Hech narsa yo'q. Endi shu yetmay turuvdi. Voy. Bola. O'sha qiz senga boshog'riq bo'lishini bilardim. Asal kelmadimi? Kelmadi. Bo'pti. Tur o'rningdan. Yuzlaringni yuvib, o'zingga qara, kiyimlaringni almashtir.
Borginda kelinim olib kel. Hozir turaman ona, hozir turaman. Bugunoq borib kelinimni olib kel deyapman. Ona, yalinmayman. Qancha yalinish mumkin? Qancha gapirish mumkin? Jonimga tegdi to'g'risida. Bunchalik ham bo'lish kerak emas-u, arzimagan narsaga xafa bo'lib o'zicha nozlanib yuraveradi. Yana qachongacha chidab yurish kerak? U ham bekordan bekorga xafa bo'lmayotgandir, tur o'rningdan. Uyda ikkita katta qaynanang bor. Ana shular tinchlik bermagandir. Xo'p, nima qilay oyi? Uni desam bu, buni desam bu. Hammasi bir bo'lib xafa bo'lib yuraveradi. Nima qilay ayting? Bolam, o'rtada arosatda qolding, jon bolam. Tur yuzlaringni yuv, gaplashamiz, bor? Xo'p, bo'pti. Yoki ikkala qizni ham olib ketaymi o'zim bilan? Yo'q. Qo'ying, endi sizni boshingiz og'ritsin. Kerak emas. Seni boshing og'risa mayli. Bir gap bo'lar ona. Bo'pti, tur. Tur o'rningdan yuvib. Hozir turaman ona, bir pas o'tiray. Tur, turmagunicha ketmayman, tur o'rningdan. Voy belim. Voy. Buni nima qilasan? Bor yuvin deyapman, bor chiq. Xo'p. Hech kim yo'qmi, oyi? Hozir bilamiz. Kalitingiz yo'qmi? Yo'q, bolam, bizni uyimiz emas-ku bu. Alo. Ha, Go'zal opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz uyga keldik. Hech kim ochmayapti. Ha, kelishingizni aytmabsiz-da, uyda hech kim yo'q edi. Ha. Hozir yo'ldamiz, kelyapmiz. O'sha yerda kutib turinglar. Xo'p, mayli. Kelishyapti ekan. Endi kutib turamiz. Oyi, sumkangizni bering. Og'ir emas. Bering. Mehribon bolam meni. Mashina turganda siz ko'tarasizmi? Tez kiringlar. Voy, adingni chiroq yoqib ketganini qaragan. Ekonommaligini bilmaydi. To'g'rilab qo'y oyoq kiyimlaringni. Yur. Negir bo'lib qopsanlar. Uchiloving bir xil, qop-qora tappi. Voy, oyi qarang, hamma uy yoyilib yotibdi. Ojon nimani qidiga yotdi? Ha, bu ading yegan qoldirgan. Hammasini ahvolini qara. Ay. Bor, Shakina kiyimlaringni almashtir hamma. Kiyinib chiqlaring, uylarni bo'rka qilamiz. Bor, ading biz yo'g'imizda bayram qilibdi. Odam bo'lmaydi bu. Qizlar kim bor? Hozir. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizmi? Siz shu yerda ishlaysizmi? Ha, men shu yerda ishlayman. Yangi bo'lsangiz kerak-a? Oldin ko'rmagan ekanman. Ha, yaqinda ishga kirdim o'zi. Ha, haligi Samandar yaxshimi? Ha, ancha yaxshi, rahmat. Ha, aytgancha, men bu kiyimimni topshirmoqchi edim. O'zim ham shu yerda ishlayman. Yoninglarda restoran bor-ku? Ha. Ana o'sha joyda ishlayman. Voy, qo'shni ekanmiz-da. Shunaqa. Tushlik paytida chiqing. Mehmon qilaman. Xo'p. Hozir to'xtang, yozib olay. Aha, xo'p. Ha, 17:31 yozilgan. O'zi klientman. Men o'zim uchun bitta yozib olay, maylimi? Mengacha zudlik bilan tayyor qilib bering, iltimos. Bu
Uyda yuvsa ham bo'ladi-ku. Bo'ladi. Lekin oyimlarni qiynagim kelmaydi. Ha, mayli, xo'p. Xo'p. Ertagacha tayyor qilib beraman. Bo'ladimi? Zo'r, bo'ladi. Mayli. Chiqing Zamira. Bugun ishda ekanmiz biz. Bo'ldi, xo'p. Rahmat. Mayli, charchamang. Xo'p, yaxshi boring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishladimi telefoningiz? Ha, ishladi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Qachon keldingiz? Yaqinda. Ha, yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Uyga kira olmadinglarmi? Go'zalim, ishingni och. Xo'p. Hozir ochaman. Kiringlar. Kiring. Kir, Go'zal. Yo'q, siz kiring. Nima bo'ldi senga? Hech nima. Hech nima bo'lmasa kir unaqada. Siz kiring, keyin men kiraman. Yur, birga kiramiz. Kuyov bola, Assalomu alaykum. yaxshimisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Tuzukmisiz? Ha, rahmat. Yaxshimisizlar? Ishlar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi, zo'r. Oyi, Hop, bir qiz kelgandi. hop. Ish kerak ekan, shunga ishga olasizmi, olmaysizmi, shuni so'ramoqchi edim. Qanaqa qiz ekan u qiz? Ko'rinishidan tuppa-tuzuk qizga o'xshayapti. Bolasini bog'chaga bergan ekan. Bemalol soat 6 gacha ishlay olaman deyapti. Aniq ishlay olar ekanmi? Shunaqa deb aytayapti. Bog'lik ketaman deb. Yo'q, shu yaqin atrofda turar ekan. Ha, Bizaga yaxshi bo'lardi olsak menimcha. unda yaxshi. Ha, Ertalab vaqtli chiqib, do'konni ochib turardi biz kelgunimizcha. yaxshi bo'lardi. Mayli kelsin. Chaqiraymi unda? Mayli chaqiring. Telefon qilaman unda hozir. Iye. Telefoni ham bormi sizda? Telefonini tashlab ketgandi-da. Ha. Agar gaplashib ko'ring. Ha, yaxshi. Bo'pti, gaplashavering. Allo. Allo. Maryam, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Shahboz aka, yaxshimisiz? Labbiy. Oyim bilan gaplashdim. Chiqsangiz bo'ladi. Rostdanmi? O'zlari gaplashmoqchilar siz bilan. Bo'ldi, tushaman hozir. Xo'p. Ya. Jonim, qalaysan, sog'indingmi meni? Endi uyingga ketayotdim, chamadonlaringni olib borgani. Chamadonlaring tayyor. Sen iflosini meni sog'inaman men. Talakin sog'inding-ku. Aftingni qara. O'lib qolarding-ku. Jonim, men seni sevaman, o'laman deb. Ma, yaxshi bo'ldi o'zing kelganing. Eski-tuski narsalaringni ol. Eski-tuski bo'lib qoldimi endi? Ha, endi eskini eski deydi-da. Yo'q. Yaxshi ham sen bilan ajrashgan ekanman, ha? Aptingni qaragan. Sen oldinchi o'zing oynaga bir qaragin. Sen sirama meni, nima bo'lganda taqdirda ham bolangning otasiman, tushundingmi? Men. Seni bolangni onasi emasmanmi, Sen votiminni meni bolamni otasi bo'lganing uchun borib bolangga rahmat degin. Bo'lmasa men seni allaqachon qamatvorgan bo'lardim. Turqing qursin seni. Ko'raman deb o'ylamagandim. Bor. Oyi. Ho, bolam.
Hozir chiqyaptilar. Voy. Lola opa, Voy, yaxshimisiz? tanimadingizmi meni? Yo'q, tanimadim. Qarang, kimga o'xshayman, eslab ko'ring. Uzr. Tanimadim. Oyjon, bu sizga aytgan qizim. Ha. Ishga kirmoqchi bo'lgan. Ha. Lola xola, men dugonangiz Mavjudani qizlariman. Esladingizmi, kursdoshingiz? Esladim. Mojuniya? Voy, tanishmisizlar? Ha, mana kursdoshim bo'lgan, dugonam bo'lgan bunoyisi. Tasodif qarang. Ke, ko'rishib qo'yaylik. Yaxshimisan qizim? Rahmat. Oying yaxshimi? O'z yaxshimisiz? Katta qiz bo'psan. Men seni kichkinaligingda ko'rganman. Unga ham 6 yil bo'lib qoldi. 6 yil oldin kichkina qiz eding-da, qizim. Katta qiz bo'lib qopsan. Oying rahmatli, juda yaxshi o'rtoq edi men bilan. Yerdim oladi. Tog' bilan emas, odam bilan uchrashadi deb bekorga aytishmagan. Turmushga chiqdingmi? Chiqdim. Baxtlimisan? Bitta o'g'lim bor. Ha, yaxshi. Shunga men shu tepadagi domda turaman. Ha, yaxshi. Yaqinroq joydan ish qidirayotgandim. Yaxshi. Bo'ldi, o'zimni qizim ekan. Ishga olamiz. Ertadan ishga chiqsin. Ertaga ishga chiqqan xo'p. Boshida oyligini 4 million qilib beraman. Keyin ishingga qarab, savdoyingga qarab, yana ko'tarib beraman oyligini. Faqat men 6 gacha ishlay olaman-da. O'g'limni bog'chadan olishim kerak. Bog'chadan olib kelsang, yuradi shu yerda. Unaqa qilsak ham bo'ladi, to'g'ri. Uyda ham qiladigan ishim yo'q. Xo'jayinning urishmaylarmi? Qaynona-qaynotang urushib berishmaydimi? Yo'q. Alohida yashaymiz. Ha, unda yaxshi. Bo'ldi. Ertadan ishga kelurgin. Pasportingni olib kelgin faqat, xo'p qizim? Xo'p, mayli. Ko'rganimdan xursandman. Men ham xursandman, qiz. Xo'p. Bo'pti, mayli, xo'p. Oyi, kuzatib qo'yaman. Tushunmadim. O'zi keta oladi? Menga qarang. Hisob-kitobga tez yuring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzimisiz? Keling, xizmat. Uylarni sotuvga qo'yibsizlarmi? Ha, sotuvga qo'ydik. Sotyapsizlarmi rostdan? Sotyapmiz. Nech pul deyapsizlar? Bilmadim, xo'jayinim biladilar. Xo'jayinim bilan gaplashinglar. Mayli, xo'p, rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshilab yig'ishtir, hech nima qolmasin. Assalomu alaykum adam. Va alaykum assalom. Ko'rishmaysizlarmi adanglar bilan? Bor ko'rishlaring. Qani kelinglar-chi o'zimni o'g'lim. Assalom. Yaxshimisizlar? Ha. Yaxshi yuribsizlarmi? Qishloqda maza qildinglarmi? Qorayib ketganini qara, bu toyimmi? Ko'zi cho'mildik adam. Maza qildinglarmi? Amakim basseyn olib kelib berdilar. Amaking yaxshi ko'radi sizlarni. Qani, qishloq maza ekanmi? Ha. Sen nima qilyapsan? Mazami senga? Bolalarni ishlatib qo'yib o'zing tomosha qilib o'tiribsan. Charchadim. Uy ahvolini qarang. Svetlarni yoqib ketibsiz. Ovqatlar shundoq joyida, idishlar shundoq joyida qolgan. Nima bu ahvol? Uy isqirtiga it yalasa to'yadi. Changi qarang. Men nima senga? Uy tozalab o'tirishim kerakmi? Kelganingdan keyin qarada. Bir kunga deb bir hafta yo'qolib ketding-ku. Voy, u yoqqa borib o'ynab kelganim-yu, Oyjonning xizmatini qildim. U yoq ham xuddi shunaqa rasvo ekan. Kelining-chi, ovsining-chi.
Ha, u xolangizni qizi ish qilmaydi-yu, bilasiz-ku. Shaltoq-u. Xolanglarning qizi. Ishdan hech kim o'lmagan, xo'p? Ey, turmalaring, hamma ishingni qil. Changingni art. O'zim tashab qo'yaman. Ha, yo'q, ovora bo'lmang. Telefonlarni hammasini o'chirib qo'ygan. Nima qilishni bilmayapman. Qayerdan topishni bilmayapman. Bilaman, lekin shu yerda. Karina, siz bilasiz hamma narsani. Yaxshi ko'rmasangiz tegmasdingiz. Voy. Tushunmadim men seni. Nima tushunmaysan? Mana, maras. Agar mana shu bolalarim bo'lmagan edi, sendek xotin bilan bir daqiqa ham yashamas edim.